Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Dunyoning har qaysi joylaridagi aziz Sharqi Turkistonlik qarindoshlarim, hammangizlarga Allohning go'zal salomlari va rahmati bo'lsin. Men bugun sizlarga jamiyatimizda ko'p uchraydigan, bizga hech qanday foyda manfaat ilib kelolmaydigan, aksicha bizning hayotga bo'lgan ko'z qarashimizni, arzu armonlarimizni va ishonchimizni cho'rib tashlaydigan, bizning aktiv energiyamizdan ayirib, passiv, tushkun ve ruhsuz bir adamga aylandırıp koyduğun, bizning ruhiyetimizni zaharlab, bizni çürütüp taşlaydigan xatarlik insonlardan qandaq mudofiyalanish, ularning ziyonkashligidan qandaq qutulish va qandaq farqlantirish kerakligini aytib o'tmoqchiman. Biz Sharqiy Turkiston xalqi bu xil insonlarning ziyonkashligini bekchiq ko'rib ketdik. Bu xil xatarlik insonlar biz Sharqiy Turkistonliklar orasidagi mayli siyosiy, mayli diniy sohalarda nurg'unlagan insonlarni o'zaro jidal mojaroga solib qo'ydigan. Mayli diniy yoki siyosiy sohalardagi insonlarning qiziqishlarini sovutib, insonlarni bir-biridan yiroqlashtiradigan. Diniy jihatda insonlarni dinga bo'lgan qiziqishdan yiroqlashtiradigan, taqvodorlikdan yiroqlashtiradigan, dinga bo'lgan izlanishdan, siyosiy izlanishlardan va siyosiy faoliyatlardan yiroqlashtiradigan, insonlarni umidsizlantiradigan, insonlarning bir-birisiga bo'lgan mehr muhabbatini va ishonchini sustlashtiradigan va uningdan boshqa nurg'unlagan bizga ziyonliq bo'lgan, sepimizni bo'shtadigan, hatto parchalab tashlaydigan nurg'unlagan ziyonlarni ko'rib o'tdik. Shuning uchun bu xil insonlardan qattiq yiroq turishimiz ve agah bo'lishimiz kerak. Bu xil xatarlik ve ziyonli insonlarning ko'pinchisi o'zini diniy olim yoki cho'ng bir siyosatchi va yoki cho'ng amaldorlarning atalg'ilari bilan boshqon, baqon, jumhurboshqon degan o'xshash atalg'ularni qo'yib olgan. Ammo ne siyosiy sohada yoki diniy sohalarda o'qib boqmagan, hech narsadan xabar bo'lmagan nadan jahil insonlar. Bu insonlar hamma sohaga aralashadigan, har qanday ishga yoki har qanday odamlarga hukm chiqara oladigan, fatvo chiqara oladigan, hamma ishda oqsoqollik va bilarmanlik qilib boshqalarga ish o'rgatadigan, ammo hech bir narsani tushunmaydigan, na iymon islomdan, na insonlikdan, axloqdan hech bir asar qolmagan. Har kuni farqli insonlarni, ya'ni jamiyatimizda siyosiy yoki diniy faoliyatlarni ilib berayotgan yaxshi kishilarni har xil atalg'ular bilan ig'izga og'izsiz til haqoratlar bilan haqoratlaydigan, boshqa insonlardan xijil bo'lishni, ayminishni, tortinishni bilmaydigan, to'xtamasdan boshqalarning yomon gapini, g'aybat shikoyatlarini va bo'htonlarini qildigan nachar illatlik, axloqsiz, adabsiz, axlat odamlar. Bu xil insonlarni farqlantirish, bayqash unchalik tas emas. Bu xil odamlarning mayli diniy sohalarda bo'lsin, siyosiy sohalarda bo'lsin, ijtimoiy yoki tijoriy sohalarda bo'lsin, har sohada qalamayotgan joylashlari va oljishlari sizning siyosatga va dinga va boshqa sohalarga bo'lgan qiziqishingizni, izlanishingizni so'mirib, aktiv energiyangizni butunlay yo'qotishingizga sababchi bo'lib qoladi. Bu xil insonlardan qattiq yiroq turishingiz, ogoh bo'lishingiz, fikrlashmasligingiz kerak. Hatto ularning so'zlarini anglamasligingiz kerak. Chunki ularning so'zlarini uzun muddat anglagandan keyin sizda na dinga bo'lgan bir qiziqish, na siyosatga bo'lgan bir qiziqish yoki hayotga bo'lgan qiziqish yoki insonlarga bo'lgan qiziqishingiz qolmaydi. Hamma narsaga, hamma sohaga o'xshash qaraydigan, hech narsaga qiziqmaydigan bo'lib qolasiz. Bu xil insonlar hamma sohaga nihoyat keskin va bilarmanlik bilan so'zlaydi. O'zining hech narsa bilmaydiganligini, tushunmaydiganligini bilmaydi. Bilmagan narsalarini bilgandek so'zlaydi va so'zlarda johillik bilan turib oladi. O'zining so'zlarida xatolik borligini bilsa-mu, xatoligida mahkam turib oladi. O'zining manfaatini va xushalligini birinchi o'ringa qo'yib oladi. Aslo o'zini qarshi tarafning o'rniga qo'yib o'ylab boqmaydi. O'zining fikriga va so'zlariga qarshi chiquvchilarga aslo tahammül qilolmaydi, sabr qilolmaydi. Darholla og'zini buzib haqorat, qarshi tarafning ko'z qarshiga, fikriga va so'zlariga qat'iy hurmat qilmaydi. Qanchalik johil bo'lgan sari shunchalik talash-tartış qiladi. Boshqalarga qo'pol muomala qiladi. Agar boshqalar bilan biror masala ustida munozirlashib, dalillashib, so'z topolmay qolsa, yengilib qolsa, darholla ko'tamichi, chopanchi, o'chi, bo'chi deganga o'xshash eg'izga og'ili bo'lmaydigan so'zlar bilan hech ayminmasdan, xijil bo'lmasdan o'zining sotsial media hisoblarida tarqatishga boshlaydi. Shuningga o'xshash yana bir tarafdagi uning bilan fikrlash kuchi johil taraf bo'lsa, so'z topolmagan chaqda o'zining xatoliklarini e'tirof qilish tugul, fitnachi, bekotalat, jasus, munofiq deganga o'xshash har xil bo'hton va batnomlar bilan haqorat qiladi. Hech bir insonning hech kimni haqorat qilish haqqi huquqi yo'q. Har bir inson, u mayli ilm ahli bo'lmasin yoki siyosatchi bo'lmasin, normal inson bo'ladi ekan, boshqalarning ko'z qarshiga hurmat qilishni, gap so'ziga hurmat qilishni, qarshi tarafning gap so'zda yoki fikrda xatolik bo'lsa-mu, uningga davomli chiroyli shaklda muomala qilishini va tushuntirishni bilish kerak. Buni bilmagan inson na insonlikda, na ilm ahlilikda, na siyosatchilikda, na hech bir narsada rasul bo'lgan bo'lmaydi. Boshqalarga haqorat qilish, qora chaplash, jamoat sorunlarida butun insonlar ko'radigan sotsial mediada har xil maynat gap so'zlar bilan odamning eg'iziga og'il bo'lmaydigan haqoratlar bilan haqoratlash
ne milliyetçilik tuyg'usiga, ne insonlik tuyg'usiga, ne dindarlık, ne va boshqa hech qanday bir ko'z qarash ideyalarga uyg'un narsa emas. Hatto xristian, buddist va boshqa dinlardami boshqalarga haqorat qilish, bo'hton qilish degan narsa yo'q. Butun dinlar, butun ko'z qarashlar bu narsalarni qattiq cheklaydi. Mana bu xil jahil insonlar sababli boshqa insonlar orasidami har xil bo'lginchilik, har xil talash tortish, jidal majralar ko'payadi. Bu orqali Sharqiy Turkiston xalqining birlik sipi parchalanishga, boshqalarning shu 2 yoki 3 kishining jidaliga o'rtaq bo'lib, o'zaro talash tortish va jidal majra qilishga sabab bo'ladi. Bu orqali bizga nurg'unlagan cho'ng ziyon va baloyi ofatlarni elib keladi. Bu xil jahil, nodon va ziyonli insonlarning o'rtaq alohidligi shuki, har vaqt to'xtamasdan o'zini madhiyalaydigan, maqtaydigan, öz tarixini so'zlaydigan, burun undaq yaxshi ish qilgan, bundaq cho'ng ish qilgan, undaq ishlarni mundaq qilib o'tgan, mundaq odamlarni undaq qilib o'tgan deganga o'xshash o'zini jasoratlik, ilmlik va noch ko'rsatishga davomli tirishadi. Suhbatning, munoziraning temasi nima bo'lsa bo'lsin, mazmuni nima bo'lsa bo'lsin, bir shaklda suhbatning mazmunini o'ziga tortib olib keladi va o'zini maqtashga boshlaydi. Bu xil insonlar bilan suhbat qilgan chaqda, o'zini maqtashga boshlagan chaqda bir amal qilib u odamning indidan yiroqlashishga boshlasangiz bo'ladi. Chunki bu xil odamlar siz mayli qanchalik to'g'ri va fasohatli gaplarni qilsangizmi, sizning so'zingizni qat'iy qabul qilmaydi. Bu xil insonlarni o'zgartgili bo'lmaydi. Bu xil insonlar 5 yil burunmi shundoq edi, 5 yil keyinmi shundoq. Ne o'zining xatoligini tuzitadi, ne boshqalarning alohidligini o'ziga qabul qiladi, hech bir shaklda o'zini o'zgartirishni qat'iy xohlamaydi. Bu xil insonlar mayli qanchalik xato, axloqsiz, mantiqsiz, dalilsiz, hiçbir narsaga uyg'un bo'lmagan shakldagi gap so'zlarni qilgan taqdirda siz uni xatolashdingiz yoki xato gap so'z qildingiz yoki jahilkansiz, gap so'zingizga diqqat qiling degandek so'z iboralarni ishlatgan zaman sizga darhol qo'pollik bilan sizni ayblashga, kamsitishga, yerdan yerga urishga boshlaydi. Chunki bu xil insonlarning o'rtaq alohidligi o'zini xatolashmaydigan, hamma ishni to'g'ri qiladigan, hamma sohada yetishgan, pishib yetilgan tajribali inson deb chaqlaydi. Aqli hoshi joyida, mayli diniy sohada ko'p o'qib ketmagan, mayli fanniy sohada ko'p o'qib ketmagan normal insonlar bir insonning hamma sohada, ya'ni tijoriy, ijtimoiy, siyosiy, diniy bütün sohalarda hamma narsa bilib ketilmaydiganligini, hamma narsani bilib ketishning mumkin bo'lmaydiganligini biladi. Kashki bu xil jahil insonlarga bir insonning hamma sohada olim bo'lib ketilmaydiganligini tushundirgili bo'lsa edi kashki. Yana bu insonlarga har qanday insonning xatolashadiganligini, xato gap so'zlarni qiladiganligini, ba'zi ishlarda xatolashib qoladiganligini, har qanday insonning kamchiligi borligini tushundirgili bo'lgan bo'lsa. Lekin bu insonlar tushunishni, bilishni xohlamaydi. Xuddi Alloh subhanahu va taolaning biz ularning haddidan ishib ketganligi uchun, ularning haqsizliklarining, gunoh ma'siyatlarining haddidan ishib ketganligi uchun ularning qalblarini pichivat, ularning qalblarini pichatlayotdik. Ularning qalblari yaxshilikni, to'g'rini his qilolmaydi. Biz ularning ko'zlarini pichatlayotdik, ular to'g'rini, yaxshini ko'rmaydi. Ularning quloqlarini pichatlayotdik, ular to'g'rini, haqiqatni anglamaydi. Deganiga o'xshash bizning aramizdagi ba'zi insonlarning qalblari, quloqlari va ko'zlari pechatlanib ketgan. Bu xil insonlar o'zini sosyal medialarda, Facebook, Twitter, WhatsApp va boshqa shuningga o'xshagan medialarda o'zini qanchalik vatanparvar, milliyatchi yoki dindor inson qilib ko'rsatib ketsin, bu insonlarning na insonlikqa, na millatga, na vatanga, na hech bir insonga hech qanday bir yaxshiligi, manfaati tegmaydi. Bu insonlarning qilgan yoki qilmoqchi bo'lgan yomonliklaridan, ziyonkashliklaridan Alloh panohlik bersin. Oxirida barcha qarindoshlarimizning mayli diniy sohalarda bo'lsin, mayli siyosiy sohalarda bo'lsin, mayli ijtimoiy, tijoriy sohalarda bo'lsin, nihoyat aktiv energiyalik bo'lishini, har sohada qizg'in bo'lishini, izlanib turishini, o'zining orzu g'oyalari uchun, vatanimiz Sharqiy Turkistonning mustaqilligi uchun har jihatda, har sohada nihoyat umidvor, g'oyalik, irodalik, chidamchan va tirishchan bo'lishini umid qilaman. Ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Allohga omonat.